Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men o'sha YouTuber'dagi Mik do'stlar, bugun biza survival qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Minecraftda 100 kun yashashimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Qanunda biz videoni ko'p kutirmasdan boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda daraxt chopib olishimiz kerak bo'ladi. Daraxt chopib oldik 6 ta. Bulardan endi taxta yasab xamat bermaysizlar, ozgina qotyapti men telefonimda Minecraft. Endi taxta qo'yib toshga olib olamiz. O ko'mir ham chiqdi do'stlar. Bu menimcha omadimiz kelib qoldi bir payt. Xo'p, endi biz shunday qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mazmunlar uy qursa ham bo'ladi. Hozirchalik ozgina vaqtdan keyin quramiz bo'ladi. Bir 5-6 kunlarga uy quramiz mashitdan. Kirka yasaveramiz toshdan. Va nihoyat tosh davriga ham yetib keldik. Endi ko'mirni olib hamma narsani yasashni boshlasa ham bo'ladi. Yo do'stlar, mana biz o'zi toshdan rivojlanib bo'ldik. Men toshdan narsa yasaydigan videoga olmadim desanglar, video cho'zilib ketishi mumkin edi. Shunga biz o'tirmadik. Xo'p, endi biz pechka yasab olamiz. Hozir qo'yib pechkani ham yasab oldik. Endi bunga bir ikkita qo'yma molmi topib o'ldirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa ko'p molni o'ldirish kerak. Mana do'stlar, qo'ylarni ham o'ldirib oldik. To'xtanglar, bitta qo'y qolib ketdi. Bo'ldi, hammasini o'ldirib oldik. Endi biza pechka mana ovqatlarni pishirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Birinchi o'rinda steakni pishiraveramiz. Keyin ozgina daraxt ham chopib kelamiz. Mana buni cho'psam, o ana do'stlar, hamma daraxtlarni chopib bo'ldik. Endi biza bir ikkita mollarni o'ldirishimiz kerak. Nega deyapsan? Xo'p, endi biza boyagi joyimizga borib olishimiz kerak bo'ladi. Mana kelib oldik. Endi bu daraxtlardan o'tini yasab qo'yishimiz kerak bo'ladi. O steakning yarmi pishibdi. Endi yarmini qo'yib pishiramiz. Xo'p. Do'stlar, bizda ko'mir bor-ku aytgancha, esimdan chiqib ketibdi. Minecraft o'ynamaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Shunga esimdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Buni ham mana qo'yib olsak bo'ldi. Endi katta ko'mir olib, bunga ham qo'yib pishiramiz buni. Endi bizga bitta yotoq yasab olamiz. Tayyor bo'ldi. Yotog'im yasab oldik. Birinchi kun bizda yaxshi o'tyapti. Iloji boricha biza temir kovlashimiz kerak. Maqsadimiz esa bu yerda bizlar 100 kun yashash. Hazillashdim do'stlar, bizning bu yerda maqsadimiz 100 kun yashash bo'ladi. Xo'p, hali endi nima ham deylik? Qiyin bo'ladi deb o'ylayapman.
O ana do'stlar, biza shlim ham yasab oldik. Endi buni kiyishimiz kerak. Qani kiydik. Bo'ldi. Kecham bo'lyapti ekan, shunga men uxlab olmoqchi bo'ldim. Va uxlab bo'lmadi. Va nihoyat endi uxlab bo'ldik. Va bizlarda birinchi kun do'stlar. Birinchi kundan esa men kon topdim. Lekin unga kirmaslikka qaror qildim, chunki u yerda maxluqlar bor edi. Va men bu spayni endi o'ldirib tashladim. Va bu yerda skelet ham bor ekan, shunga men pechkalarimni qo'yib bo'lsam chiqib ketdim. Va birinchi jelezani topdim. Keyin skeletni esa patrog'ini chiqarishga harakat qildim. Va uni ham o'ldirdim. Va nihoyat biz temirlarni olamiz. Ana temirlarni ham olib bo'ldik. Bularni pechkaga qo'yamiz. Xo'p, bo'lib qo'yish kerak. Mana bo'ldi. Umuman bitta ham bor ekan. Yaxshi. Aytadi, skelet bor ekan, yo'q. Xo'p, bu skeletni ham o'ldirib yubordim. Men fakir yasab betga qo'yib yuboraman. Chunki bitta moblar spawn bo'lmasligi. Temirlarni ham upgrade qilib bo'lgandan keyin mashalalarni ham yasadim. Va keyin uni qo'limga oldimda moblar spawn qo'yib qo'ydim. Qayerda zombi chiqdi, uni o'ldirdim va qo'yishni davom etdim. Va betga qarasam katta kun bor ekan. Va men tezda buni temirlarni oldim va chiqib ketdim. Keyin temirlarimga esa qalqon yasadim. Qalqon. Bitta blokni xato qo'ydim. Ana qalqonni ham yasab oldim. Endi bitta kirki. Yo'q, kirki shunday yasamaydi. Yo'q. Bitta skelet ham bor ekan. Do'stlar, men skelet qaydaligini topib o'ldirishim kerak. Lekin bu qaydaligini men bilmayman. Shunga men cho'kalarimni daraxtlarni cho'kiga aylantirib birinchi kirkani yasadim. Va ikkinchisi bo'lib qilichni ham yasab oldim. Uchinchi boltani yasayman deganda bittagina temir yetmay qoldi. Men yaxshiyam menda 2 dona temir bor edi. O ortiqcha pechkani sindirdimda ko'mir kavlashga otlandim. Va bu ko'mirni ham yarmini oxirigacha kavlab oldim. Va bitta hali ko'p bor ekan, shunga ham bitta ham esdan chiqarmay kavlab qo'yay dedim. Keyin bitta jeleza pishdi va men o'zimga tapor yasab oldim. Va tapor bu ham kerak bo'lar qachondir dedimda, shatta bosib tapor yasab. Keyin ortiqcha narsalarni sindirdim. Va bugundan hilta ortib. Keyin men nima qilishni bilmay o'zimga daraxt chopmoqchi bo'ldim, lekin bizni o'zimizni daraxt qolmabdi. Shunga men boshqa joydan ham daraxt chopsam bo'ladi. Va qayin daraxtlarni ham chopib oldim. Bo'yim yetmay qoldi, shunga pechkalardan foydalanib bo'lsa ham bu daraxtni oxirigacha chopdim. Lekin meni kallam ishlab qoldi. Menda zo'r ideya bo'lib qoldi. Ularni ikkita daraxt qo'yib chopsam ham
O'yim yetadi-ku bemalol. Men shunday qilib bu daraxtlarni topishga kirishib ketdim. Bitta daraxt menga bemalol yetadi. Bu yerda mollar bor ekan, ularni chopib yubordim. Va bu yerda ozgina oshqovoqlar bor ekan, shularni ham olib ketdim. Keyin sayohatga ham chiqdim va olmos topish xayolimga kelib qoldi. Shunda men sayohatni tugatib, olmos topishga kirishib ketdim. Va bu tovushni eshitgandan keyin men do'kondan chiqib ketdim. Va yana sayohatimni davom ettirdim. Bir ikkita qishloq topishgacha men sayohatni davom ettirmoqchi bo'ldim. Va menga bitta ideya kelib qoldi. Men daraxtlarni qurib men chankislarimni kattalashtirishga qaror qildim. Va 48 chankisdan keyin qishloq topmoqchi bo'ldim. Va qishloq chiqmadi. Shunda men omadsiz bo'laligimni bilib siqildim. Va keyin chankislarimni o'sha qildim-da, ularni cho'kib pastga tushdim. Shunda menga bitta xayol kelib qoldi. Shatta loyni oldim-da men pastga qo'ydim. Ana shunday tushishimga va mana pastga ham tushdim. Endi bitta uxlab olsak, mayli bo'ladi. Lekin uxlab bo'lmadi. Kech bo'lishiga qaramay, lekin uxlab bo'lmadi. Men yarim soat uxlashga bossam ham uxlab bo'lmadi. Lekin oxiri uxladim. Va ikkinchi kunda ham kutib oldim. Va yotog'imga qo'yib safarga otlandim. Yo'lda ketishimda yana qovoqlar chiqib qoldi va ularni ham oldim. Va yana safarda mona mevalar ham chiqib qoldi. Ularni ham olish xayolimga kelib qoldi va ularni ham oldim. Bu yerda juda kuchli ekan. Mani invertarim ham to'lib ketishiga ozgina qoldi, lekin invertarim to'lmadi. Bundan shima topmagan bo'lsam ham, lekin ko'mir topdim. Uni ham qazib oldim, lekin 2 dona ekan. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Mik bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Agar do'stlar bu survival kartani ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, shu videoga 10 talak yig'ib berishlarini so'rayman. Va yana bitta sizlarga savol. Mana shu joydan uy quraymi, qurmaymi? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.